Ayol. Bu so'zda butun olam mujassam. Ayol bu baxt, nafosat, mehr. Ayol bu matonat, jasorat, sabrdir. Quyoshsiz gullar ochilmaydi. Sevgisiz baxt, ayolsiz muhabbat. Onasiz shoir ham, qahramon ham yo'qdir. Ayol bu ona, ayol tarbiyachi, ayol murabbiy. Mana shularning bari ayolda mujassam bo'lgani uchun ham u komil farzandni tarbiyalay oladi. Ayol borki, hayot bor. Ayol bu quvonch, mehrdir. Assalomu alaykum go'zallarim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Bugungi ayolligim bu mening eng katta baxtim. Suhbatimizga kelganlaringizdan juda ham mamnunman. Xush kelibsizlar. Rahmat. Keling, bugun biz sizlar bilan o'zi ayollik haqida gaplashsak va mana shu uchrashuvimiz ayollarimizga, qizlarimizga qandaydir bir ko'mak, motivatsiya bo'lsa hayotida. O'shaning uchun suhbatimizni boshlashdan oldin o'zi ayollikka bir ta'rif bersak. Ayol o'zi kim va sizning nazdingizda o'zbek ayoli bu kim? Dilrabo, sizdan boshlasak. Ayol bu menimcha Allohning eng go'zal yaratgan mo'jizasi. Eng nozik, eng kuchli, ham nozik, ham shu birovda eng kuchli, ham eng go'zal, eng sirli mo'jizasi. O'zbek ayoli esa hamma davlatda, hamma millatda ayollari o'zi uchun qadrli, lekin o'zbek ayollari biz o'zimizning mentalitetimiz bilan, o'sha o'zimiz yoshligimizdan singdirilgan tarbiya, axloq bilan, ya'ni ham hamma boshqa millat ayollaridan ayolni birini unday, birini bundoq deb bo'lmaydi. Hamma ayol o'zini millatida go'zal, bunaqa. Lekin o'zbek ayollari va bizning sharq hayo ilosi bilan mentalitetimizga singdirilgan narsani yana ham go'zal deb o'ylayman. Rahmat. Yulduzay, sizni nazdingizda-chi, zamonaviy ayol bu qanday ayol? Zamonaviy ayol deganda o'z oldimizga, mana hozirgi o'z oldimizga o'ziga ishongan, dadil, tetik, har narsani faqat mas'uliyatini o'ziga olib, ishonch bilan bajaradigan va o'sha ishonchini boshqalarga ham bera oladigan, sevgisi bilan his qildira oladigan ayol. Asalatoq, ayolligini tan olgan baxtli ayol bu qanday ayol? Ayol kishi o'zi Alloh tarafidan ayol kishi yaratuvchi qilib yaratilganda, aslida mana ayol kishi farzand dunyoga keltiradi-ku. Ya'ni insonni o'sha Alloh ayol orqali insonni yaratyapti. Shunda ayol o'zini shu yaratib olishini his qilib tan olganda, o'sha oiladagi muhitni ham, oiladagi sevgini ham, hamma narsani o'zi yarata olishini tan olganda, shu ayol o'zini tan olgan bo'ladi. Shuni his qilish kerak, shuni qabul qilish kerak ayol kishi. Bugungi kunda, mana bechizga bunday savol bermadim. Bugungi kunda ko'p, ayniqsa yosh qizlarni kuzatsam, juda ham ko'pchiligi erkaklik hislatlari namoyon ko'p bo'lganda, kiyinishida ham, o'zini tutishida ham, gap so'zida ham, bundan ular o'zining ayolligini, o'zining qizligini tan olmayapti degan xulosaga kelaman. Sizningcha bunga nima sabablar bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Masalan, hozir ko'p ayollarda, shu qizlarda ham hattoki erkaklarga taqlid qilishga o'xshab yoki bo'lmasam shu erkak xarakterlari ko'payib ketishiga ham sabab mana shu ayollarni ayolligini tarbiya orqali ko'p yopiladi-da.
ko'p holatlarda. Ya'ni ayol kishini o'zini tabiatdan yumshoqlik energiyalari, yumshoq ayollik energiyalari ko'p holatlarda tarbiya orqali biz o'zimiz anglamagan holda, ataylab qilmagan holda ko'p holatlarda yopib qo'yiladida. Bu atrofdan sekin yopilishni boshlagandan keyin u endi o'zini ayolligini tan ololmagandan keyin o'zida ayollik energiyasi kamayib, erkaklik energiyasi ko'payib ketishiga olib keladi bu narsa. Ya'ni erkakni vazifalarini olishni boshlaydi. Chunki erkaklar kuchli deb bizga o'rgatiladi, ayol ham o'sha erkakka o'xshagan kuchli bo'lishga harakat qilishni boshlamoqchi bo'ladida qaysidir ma'noda. Mana aytishadi, ayol kishi sabrli bo'lishi kerak, o'zi ko'p qiyoslaganda ayol kishi bari matonatli, sabrli, kuchli deb aytishadi. O'shanday matonat, sabrda qanday qilib o'zini ayolligini ham saqlab qolish mumkin? Sabrli bo'lish endi o'zi nima deydi, bizda sabrni tagida mukofot bo'ladi albatta degan nima bor. Biz o'shanga, shu gapga ishonib, ixlos qilib ham sabrni orqasidan chiroyli anaqa kunlarga yetishimizga ishonib ham sabr qilamiz-ku. Ayol kishi qanaqa qilib ayolligini sabr bilan yo'qotmasligi mumkin? Men o'ylayman, ayol kishi ko'pincha sabrlilikda oilada agar turmushga chiqqan bo'lsa, qiz farzandlariga o'rgatish uchun ham ona birinchi o'rinda sabrni ularga namuna qilib ko'rsatadi deb o'ylayman-da. Chunki ko'pincha sabr qilish ayollarda qachon qiz bola ota-onasini uy paytida ular beg'ubor hech narsaga sabr qilishga, bu narsaga chidashga majbur emas. Bunaqa vaziyatlar kam bo'ladi. O'ynab turadigan, g'am tashvishi kam payti bo'ladi-da. Aksariyat ko'p qizlarda, ko'p foizlarda. Endi turmushga chiqqandan keyin albatta boshqa xonadonga borgandan keyin past balandlar boshlanadi. Farzand dunyoga keladi, farzand tarbiyalanadi. O'sha farzandlarni tarbiyalayotganda ham ularga o'rnak bo'lish uchun, kelajakda farzandlari qoqilmasligi uchun mana shunaqa sinovlar kelganda sabr bilan, chiroyli sabr bilan, sabrda ham har xili bor-da, chiroyli sabr bilan yengib o'tib, insoniylik fazilatni ham o'sha yo'qotmasdan, o'sha ayollik nafosatini ham yo'qotmasdan bosib o'tish mumkinligini farzandlariga ko'rsatib berish uchun ham balki nazokatini yo'qotmasa kerak deb o'ylayman. Endi ayol har qanaqa vaziyatda ham ayolda u yig'layotganda ham chiroyli bo'lgisi keladi. G'am tashvishda ham go'zal bo'lgisi keladi. Hamma ayol ich-ichidan go'zal, chiroyli bo'lgisi keladi. Shu narsani istagan haqiqiy ayol, go'zalligini yo'qotmayman degan ayol baribir har qanaqa vaziyatda ham o'sha ayollik nafosatini yo'qotmaslikka harakat qiladi deb o'ylayman. Rahmat. Gulzoy, mana hozir aytdik, ko'pchilik mana ayolligini tan olmaydi dedik va o'sha erkaklik energiyasi ko'payib ketgan dedik. Mana shu yaxshimi, yomonmi, qanday salbiy oqibatlarga olib keladi mana shu narsalar? O'zi yaratuvchi yaratganda ham birinchi erkaklarni yaratgan. Erkak yaratilgandan keyin ayol kishi erkakni tomog'i ostida yaratilgan. Demakki, biz hayotda tushunishimiz kerakki, biz erkakni har doim o'zimizdan ustun qo'yib, undan keyin o'zimizni ayolligimizni tan olgan holatda kuchsizligimizni, ojizligimizni, ularga har doim suyana olishimizni tan olib, keyin harakat qilsak, ayol hech qachon erkakka tenglashishi mumkin emasligini, unga isbotlash oldida o'zini qandaydir hayotidagi vaziyatlarga qarab, yoki bo'lmasam biror bir qiyinchilikka qarab, erkakka yoki bo'lmasam hayotga nimanidir isbotlab qo'yish maqsadida ham ayollar kuchli bo'lib ketyapti-da hozir. Bu degani hech narsaga qaramasdan ayolligini unutib, o'zini kuchsizligini unutib, tabiatdan ojiza qilib yaratganligini unutishini oqibati ham mana shunaqangi kuchli erkak sifat ayollarni tarbiyalayapti. Buning uchun nima qilish kerak degan savolga boyagidek Dilrabo opa aytganlaridek sabr qilib, sabr qanday sabr bo'ladi? Allohga, yaratuvchiga shundoq vaziyatni qo'yib berib, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, uni qanday holatda yakun topishini faqat sevgi berib, ishonch berib turib, yakun topishiga, chiroyli yakun topishiga ishonch berib,
erkakka nisbatan faqat dalda berish kerak ekanligini tushunyapman hozirgi paytda. Nimaga desangiz, ayol kishi hamma mas'uliyatni o'zini yelkasiga olavergan sari erkak kishi mani ayolim qila olarkan-ku deb o'zi hamma mas'uliyatni olgan ayoldan qochishni boshlar ekan. Chunki erkak emas, hamma mas'uliyatni olgan aqlli ayollar emas, unga ishongan, uni qo'llab-quvvatlaydigan, uni har doim borligini faqatgina borligini o'zidan faxrlanadigan ayol kerak. Shuning uchun har doim erkakni o'zimizdan ustunroq qo'yib, o'zimizni esa uni oldida ojizalik tutaylik. Agar faoliyatimiz davomida, ishimiz davomida, lekin buni vaziyatga qarab kontrol qilishimiz kerak. Mana hozir aytib o'tdik, erkak kishini qadrlash qanchalik muhim ekanligini, lekin hozir ko'p ayollar bilan gaplashganda erkaklarimiz kuchsiz bo'lib ketayotganini, misol uchun oilani to'g'ri boshqara olmaydi yoki o'zi harakat qilmaydi, o'ziga tashib qo'ysam ham lekin baribir shunday holat, kimdir oilada harakat qilishi kerak-ku deb mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga majbur bo'ladi. Asalotxon, nima deb o'ylaysiz? Bunga sabab nima? Oilada erkak kishi shunday o'zini tutishidan va o'sha ayol kishi o'ziga nima sababdan aynan shuni erkagini tortib olganidan. Yuqorida ham aytib o'tdik-ku, mana oiladagi muhitni ayol yaratadi, oiladagi sevgini ayol yaratadi. Demak, o'sha hamma narsani o'ziga tashlab qo'ysam ham baribir bu harakat qilmaydi, o'zim harakat qilishim kerak degan narsani bu o'y-xayollar bilan shunga shu ayol o'zida ichida ishonchi, iqrorligi borda shu narsa bo'lishiga va uni hayotidagi turmush o'rtog'i yoki bo'lmasam o'g'il farzandlari, aka-ukalari xuddi shu narsani unga qaytarib ko'rsatayotgan bo'ladi-da ayolga. Ayol bu joyda o'sha o'zini o'y-xayollarini to'g'rilashga, o'sha erkak kishiga nisbatan berayotgan nomlariga ahamiyat berish kerak. Misol uchun eplolmaydi, qilolmaydi, baribir unga o'ziga qo'yib bersam eplolmagan bo'lardi, shuning uchun o'zim qilishga majburman degan joylarda o'zini berayotgan nomlariga, o'y-xayollariga e'tibor berish kerak. O'sha o'y-xayollarni o'zgartiramiz biz birinchi. Bizni hayotimizdagi natija bizni avvalo o'y-xayolimizga, undan keyin harakatimizga va natija ko'rinadi bizga. Shuning uchun ahamiyat berish kerakki, bu joyda nazarimizni o'sha insonga nisbatan, o'y-xayolimizni o'sha insonga nisbatan va shu orqali berayotgan nomlarimizni. Ya'ni aytiladi-ku, hamma narsa niyatga bog'liq. Bizni og'zimizdan chiqayotgan har bitta so'z bu niyatda aslida. Allohga niyat bo'lib boradi har bitta so'zimiz. Ya'ni biz eplolmaydi, baribir qilolmaydi deganimizda xuddi shuni niyat qilayotgan bo'lamizda. Shuning uchun biz har bitta so'zimizga juda katta e'tibor berishimiz kerak va o'sha erkaklar haqida gapirayotgan har bitta fikrimizga qarab chiqishimiz kerak. Va o'sha fikrlarimizni to'g'rilaganimizda u inson o'zgaradi va u inson bizni fikrlarimizni ko'rsatib beradi. Hammasi o'zimizni o'y-xayolimizni, fikrimizni natijasida. Yana aytishadiki, mana insonni o'zgartirib bo'lmaydi deyishadi. Va o'zi insonni o'sha turmush o'rtog'imiz bo'lsa ham o'zgartirish kerak degan o'y-xayollar to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? O'zgartirish kerak degan ulug' insonlarni juft qilib yaratgani mana ayol, erkak, turmush qurib Alloh har bir insonni yaratgan, yaratilishimizdan maqsad Allohni shu bizga bergan hayot yo'llarini, sinovlarni chiroyli, imtihonlardan chiroyli yashab o'tish, munosib, chiroyli yashab o'tish har qanaqa imtihonda, pastda ham, balandda ham. Endi aytaman, shu Alloh insonlarni juft qilib yaratgani ham bizga mukofotda, negaki bu sinovlarga balki inson bir o'zi anaqa qilishi qiyin bo'lardi. Ikki kishi bir-biriga sherik turmush qurgandan keyin o'sha hayot menga berilayotgan sinovlarga o'sha yonimizdagi turmush o'rtog'imiz ham befarq bo'lolmaydi. Sizga berilayotgan sinov o'z-o'zidan
buni ham boshidan kechirish yoki sizni turmush o'rtog'ingizga kelgan quvonchmi, sinovmi, baxtmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizdan siz ham sherik bo'lib qolasiz, befarq bo'lolmaysiz bunga va majbur bo'lamiz shu yo'ldagi o'zimizni sinovlarimiz birgalikda bosib o'tishga. Kimdir ojizlik qilar, yonidagi qo'llab-quvvatlar, bunisi ojizlik qilganda sherigi qo'llab-quvvatlar, balki shunda sinovni o'rtada bo'lishib, hatto erkak kishida ham bo'lishi mumkin turmush yo'lida, ayol kishida ham bo'lishi mumkin. Yashash jarayonida biz o'zimizni turmush o'rtoqlarimizni qayta kashf qilamiz. Biz 10 yil, 5 yil yashab ba'zida voy men bilaman turmush o'rtog'im qanaqa ekan deb o'ylaymiz. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman, chunki shunday vaziyatlar beradiki, hayotda yangi qirralarni ochasiz, tanimay qolasiz, ko'z oldingizda o'zgaradi, hayron qolasiz. Umuman siz kutmagan insonga aylanadi. Ba'zida salbiy, ba'zida ijobiy. Shu salbiy tarafida biz shukr qilib Allohga shunaqa turmush o'rtoq berganiga shukr qabul qildikmi, ijobiy tarafida, salbiy tarafida ham demak o'zimizni ham salbiy taraflarimiz bo'lganmi? O'zimiz ham hayotda yoshlik davrida chiroyli nima bor, inson qachon eskirar, shunda unga eskirar. Biz ham yoshligida manimcha ko'pincha endi mani turmush tarzimda shunaqa bo'lgan, balki erkaklar sabrliroq bo'ladi, ayollar chunki boshqa xonadonga borgandan keyin baribir qiyinchiliklarni, to'siqlarni boshdan kechiradi, o'rganish bo'ladi. Erkak kishi uni qanaqadir baribir sabrli bo'lib qo'llab-quvvatlaydi, ikkita tarafni tarozini ushlashga harakat qilib imkon boricha. Bizga ham kamchiliklarimiz bo'lgan, ular ham ko'z yumgan. Ba'zida bizga bo'lgan muhabbati deb, ba'zida bog'lanib qolishdi, ba'zida farzandlarni deb. Biz ham uni anaqalariga ko'z yumishimiz kerak. O'zgartiraman. Endi mana Asolatxon aytgan fikrga ham qo'shilaman. Ayol oilada vazir deymiz-ku, ayol vazir. Erkak kishiga bosim qilmasdan, bildirmasdan o'zgartirishi mumkin. Sekin asta oiladagi muhitni to'g'irlab o'zgartirish mumkin. Bu ayollarning qo'lidan keladi. Ko'p foizda keladi. Balki bir xil ayollar tinglab, "Men bunaqa turmush o'rtog'i bilan yashab ko'rmagansizlar yoki men bunaqa boshidan o'tmaganda" deyishi mumkin. Bu to'g'ri. U fikrga ham qo'shadi. Ko'proq foizda qo'limizdan keladi ayollar sekin-sekin vaziyatni to'g'irlab. Chunki turmush o'rtoqlarimiz ham bizni o'zgartiradi-ku. Demak, ayol kishi erkak kishiga ta'sir qila olishi mumkin. Erkak kishi ayol kishining xarakterini, o'sha yurish turishini, yashash tarzini o'zgartirishga ta'sir ko'rsata oladi. Agar bir-birini shu hayot yo'lida birga yashab, shu qiyinchiliklarni birga bosib o'tamiz desa, qadar miqdorda ta'sir ko'rsata oladi. Rahmat. Keyin mana shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Qachon odam yoningizdagi odamlar o'zgaradi, qachon o'zingiz o'zgarasiz. Chunki bu dunyoda hamma fokusni o'zingizga qaratilganida, chunki aks ettirish qonuni borda, o'zingiz o'zgarsangiz, odamlar sizga o'zingiz ichki hissiyotlaringizni, sizda qanaqa jarayonlar kechayotganini o'zlarining so'zlari, tutishi, holati bilan o'zingizga qaytarib beradi. Shuning uchun ayollarga shunaqa degan bo'lardi. Hamma fokusni o'ziga qaratsin, energiyani raqsga tushibmi, sport bilan shug'ullanibmi, go'zallik yaratibmi, oilada yoki biror bir kim o'zini xohlagan hobbisi bilan o'zini energiyaga to'ldirib, hech kimga qarab kutmasdan, kimdir meni xursand qilarmikin bugun, kimdir menga sovg'a berarmikin bugun degan kutuvlar ostida emas, faqat o'ziga energiya berib, o'zi quvonadigan ishlar bilan shug'ullansa, shunda kayfiyat beruvchi boyatlar asosan kayfiyatni oilada ayol kishi o'zini kayfiyati ko'tarilsa, butun oiladagi har bir a'zoni kayfiyati ko'tariladi. Va kayfiyatni ko'targan orqasidan ham erkak kishi ham, farzandlari ham ruhan tetik, xursand bo'lishadi. Chunki har doim har bir vaziyatni ayol kishi o'zini holatiga qarab beradi. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham birinchi o'zidan izlab ko'rish kerak. Qani qayerda nima bo'layotgan. Shundagina yonidagi atrofidagi insonlar Chiroyli. Chunki ba'zida bo'ladi oilada er-xotin o'rtasida tortishuv bo'lib qolganda, farzandlarga ham ta'sir qilish qilmasligi nima ayol kishiga bo'ladi. O'sha erkak kishi janjal qilib, ovozini ko'tarib chiqib ketishi mumkin ishga yoki o'zini bosib olishga tashqariga. O'sha muhitda ayol kishi ushlab qol, o'sha kayfiyatda qol uyda, bolalarga ham o'sha buzilgan kayfiyatdagi muomalada bo'lsa,
bolalardan shunaqa tortishuvlardan yuragi bezillaydigan, ayasini qo'shqovog'iga qarab, agar bizni o'rtamizdagi munosabatga bular aybdor emas deb erkak chiqib ketdim, bo'ldi. Man tortishayotgan inson chiqib ketdi, hozir xonada yo'q. Men o'sha kayfiyatni bu xonada saqlab qolishim shart emas u bilan bo'layotgan muammoni deb. Mumkinki 180 gradusga bolalar aybdor emasku, siz nimanidir tortishib qo'yib chiqisha olasiz. 180 gradusga o'zgarib ha demak bu ayam bilan dadani o'rtasida bo'layotgan muammo qo'rqinchli muammo emas ekan. Qisqa tortishib, qisqa to'qnashuv ekan deb bolalarni ham kayfiyati ko'tariladi. Baribir ayol kishi oiladagi kayfiyatga, muhitga ko'proq sababchi deb o'ylayman. Agarda ayol kishida mana bugungi efirimizni eshitadi, ko'pchilik ayollarimiz mana o'zgarishga harakat qiladi, qaror qiladi, lekin uni ichidagi shuncha yillar davomida yig'ib kelgan og'riqlari, xafagarchiliklari shunchalik darajada ko'p bo'lsa-ki, ulardan qanday qilib ozod bo'lish mumkin? Nima amaliyotlar bajarsa bo'ladi? Qanday o'ziga yordam bersa bo'ladi? Masalan, to'g'ri, biz hammamiz har xil yoshdamizda, kimdir 20 yoshda, kimdir 30 yoshda, kimdir 50 yoshda-da. Shuncha yillik tajriba bor-da o'sha insonda. 20 yillik, 30, 40, 50 yillik tajriba bor-da. Va bularning hammasidan bitta narsani tushunish kerak. Birinchi o'rinda inson bularning hammasidan bir martada yoki bitta dars orqali yoki bitta praktika orqali hammasidan birdaniga qutulib ketaman degan narsani birinchi o'zidan olib tashlash kerak. Shunda u kutib qolmaydida, natijaga yopishib qolmaydi. Bu yillar davomida yig'ildimi bu narsalar va buni tark etish ham yillar, shuncha yil ketmaydi albatta, lekin qanchadir vaqtni talab qiladi baribir. Birinchi o'rinda anglashimiz kerakki, biz o'sha xafa bo'lgan vaziyatlarimiz, bizga og'riq bergan vaziyatlarimiz bu biz uchun tajriba bo'lgan deb anglaganimiz o'zida ko'p narsa yechilib ketadi. Ya'ni o'sha inson menga yomonlik qildi, o'sha inson menga og'riq berdi deb qaramasdan, shu vaziyat orqali men o'sdim, men rivojlandim. Menga har bitta berilgan vaziyat, qiyinchilik meni o'sishimga, rivojlanishimga turtki bo'ldi, sabab bo'ldi deb qaraganimiz o'zida ko'p narsa yechilib ketadi. Shuni birinchi tan olish kerak inson. Tan olgandan keyin endi kechirim praktikalari bilan o'sha o'y-xayollarimizni o'zgartirish yo'li orqali yoki masalan qaysidir insondan juda qattiq xafa bo'lgan bo'lsa, o'sha insonga bo'lgan xafagarchiligini shunchaki qog'ozga tushirib yozib turib, o'sha qog'ozni yoqib yuborib ham sekin astalik bilan bu narsalardan chiqib ketsa bo'ladi. Lekin bularni bitta narsani tushunib turishimiz kerakki, bu narsani qancha og'ir bo'lsa ham, qancha qiyin bo'lsa ham vaziyat, qancha qiyinchilikka uchrab qoldim deb o'ylagan taqdirda ham hammasidan chiqa olish imkoniyati bor. Shuni tushunganimizda ham ancha yengillashamizda. Imkon bor degan so'zni qabul qilganimizda ham ancha yengillashadi inson. Ikki mana shu yerda har doim har qanday og'ir vaziyat bo'lganda ham inson o'ziga savol berish kerak. Bu vaziyatni mana men 3 yil olib yurdim, 1 yil olib yurdim, nima bo'ldi? Nimaga erishdim? Shuni tahlil qilish kerakda. Demak, hech narsaga erishmagansiz. U faqat sizga og'riq bergan, yuragingizni og'ritgani, demak sizga kasallik olib keladi. Bo'ldi. Uni shundoq olib, mana uyimizga borib kelganimizda hamma narsalarimiz, kerak emas narsalarimizni olib, umuman hatto hovlimizda turishni xohlamaymiz, olib chiqib o'sha maxsus joyga tashlaymiz. Xuddi shunday ham bizdagi o'sha o'y-xayollarimiz, bizni qiynayotgan og'riqlarni tozalab, bo'ldi, ular bilan kelishuv qilib, rahmat, Asalxon aytgandek, tashakkur, sendan ko'p narsa o'rgandim, sendan o'zimga bo'lgan ishonchni oldim, masalan, sendan bu qilish mumkin, bu qilish shart emas ekanligini o'rgandim, rahmat senga, endi bundan to'g'ri xulosa chiqaraman-da, sen bilan xayrlashaman deb tozalab olish kerak. Chunki tozalanganda tartib bo'ladi. Tartib bor joyda har doim muvozanat bir xil saqlanadi. Tartibsizlik har doim yomon narsalarni olib keladi. Aytmoqchimanki, mana uyda tartibsizmisiz, kuningiz tartibsizmi? Demak, bilingki, sizda
hech narsa hayotda chiroyli ko'rsatilmaydi. Chunki ko'zingiz faqat tartibsizlikni, go'zallikni ko'rmayapti-da, faqat tartibsizlikni ko'ryapti. Bu ham biz bilmagan holatda bizga ta'sir qilishini, mana bu yerda ustanozda bo'lib turib qolishini his qilib turishimiz kerak. Har doim o'y-xayollarimizni tartibini olib borishimiz kerak. Kontrol qilib turishimiz kerak-da. Demakki, baribir ishonchni yo'qotmaslik kerak ekan, и mas'uliyatni o'zini zimmasiga olib harakatni boshlash kerak ekan har bitta ayol. Xo'sh, endi boya sabr haqida ko'p gaplashdik. O'zini sevish o'zi nima va qanday bo'ladi o'zini sevish? Chunki bu narsa haqida ham ko'p bugungi kunda aytiladi. Inson o'zini sevishni o'rganishi kerak, ayol kishi birinchi navbatda o'zini sevishi kerak. Bu narsaga qanday qaraysizlar va o'zini sevish nima? Kimdan boshlaymiz? Dilrabo opa. Sevish haqida endi masalan insonga qaraganda nima deydi, ma'lumot kamroq, chunki ular shu sohada o'tayapti. O'zini sevishni o'zim hatto endi o'rganayotgan insonman, to'g'risi. Borib yoshingiz o'tgandan keyin, bir nazar tashlaganingizdan keyin o'zingiz uchun nima qilganingizni o'ylab qolar ekansizda. Ba'zida kimlar uchundir yugurib, yelib, nimagadir xuddi joningizni fido qilib yugurib yelganingizdan keyin natijasini ko'rmasangiz yoki minnatdorchiligini, endi baribir minnatdorchilik deganda bu minnat emas. O'shani mukofotini olishingiz kerak-da. Ko'rmaganingizdan keyin hafsalangiz qurilib ketganda shu vaqtni o'zimga ajratganimda yo'q, shuncha vaqtni yoki farzandlarimga ajratganimda-chi degan savol tug'ilar ekan. Men o'zini sevmagan ayolman ham deyolmayman. Xudoga shukr. Yillar o'tganda ham qaysidir shogirdim yoki qaysidir oldingi eskiroq tanishim, man ko'p yillar mobaynida ko'rmagan tanishim ko'p bo'lsa, voy o'zgarmabsiz u desa, kayfiyatim ko'tariladi. Demakmi, o'zimni sevmay qo'ymagan emasman. Har qanaqa vaziyatda ham, farzand dunyoga keltirganda ham, yosh bolalar bilan o'ralashib qolgan vaqtimda ham, ishga berilgan vaqtimda ham, har qanaqa vaziyatda ham o'zimga e'tibor qaratishga harakat qilganman birinchi o'rinda. Lekin mehnatga kelganda ba'zida ko'pchilik o'zimizni dam olish bilan mehnatni tarozisini teng qo'ymaymizda. Hamma narsaga ham bunaqasi borda, hamma narsaning ham uvoli borda. O'sha mehnat qilayotgan miyamiz ham, mehnat qilayotgan jismimiz ham, mehnat qilayotgan qo'limiz ham, hamma narsani uvoli bor. Ularning keyin shukronasi bor. Bizga xizmat qilyaptimi, shukrini qilib biz ularga ham anaqa minnatdorchilik bilan o'zimga minnatdorchilik kelmasa xafa bo'lyapman-ku. Demak, o'sha menga Alloh bergan ne'matlardan foydalanyapmanmi rizq topishda, o'ngimdan, qo'limdan, ko'zimdan, jismimdan foydalanyapmanmi? Shukrona adigi uchun ularni ham ayashim kerakmi? Ayamasam demak o'zimni sevmayotgan bo'laman. Judayam kech uxlaydigan odatlarim bor. Bir sutkada hatto o'zim bilan birga bitta tagida yashaydigan insonlar, farzandlarim bilan yaqinlarim sutkasiga 1 soat yoki 2 soat uxlardi. Shunaqa nihoyatda buni orqasida juda kam uyqulikka ham chalinib qolganman. Keyin buni oqibatlarini bilgandan keyin hozir har qanday muhim ish bo'lsa ham soatga qarab, tiyib shartta yopib, ish tugamaydi-da. Mas'uliyatsizlik ham bo'lishi kerak, chegarani ham bilish kerak. Yopib, men uxlashim kerak. Ko'zimga ham, organizmimga ham anaqa javobi bor, deb keyin nima sababdan darslarga qatnadik-ku. O'shalarni eshitgandan keyin yana ham o'zimni nima deydi, o'zimni ham sevishim kerakligini, o'zimga ham o'sha hamma narsamga shukrona keltirishim kerakligini tushunib yetdim. Lekin baribir hali bir kam. Yana harakat qilishim, yana o'z ustimda ishlashim kerak. Bularda tajriba ko'proq-da baribir.